Kökeler çıtanaçılardan tomosha qilib maza qiladilar ko'kani. Kökeler voy joni so'z. Mana krasavchiga kökeler tomosha qilib maza qiladilar ko'kani. Haqiqiy tezda bu ham kökeler mana jo'ja. Tomosha qilib maza qiladilar krasavchiydi. Voy joni so'z. Kökeler badansi cho'koyim. Aka-ukalar buni 5 kilo 705 kilo 800 demanda. Aka-ukalar buni bolaga berdim. Aka-ukalar o'zi birovga narsa bergim ham kelmaydi. Aka-ukalar umuman xo'roz tugul boshqa narsani ham. Ana aka-ukalar 5 kilo qolib xo'roz. Aka-ukalar voy joning sog' bo'lsin. Mashalla makonlarga yurib, yetib oladi deb o'yladim. Aka-ukalar vaqtida olib kelib oldim. Mana xo'roz. Aka-ukalar haqiqiy cho'ko. O'sha badansi cho'koyim. Aka-ukalar o'y böyle 700 dolarlardı üçüncüsü kökeler. Ana canı var. Tomosha qilib maza qiladilar jo'jani. Voy jonidan. Ana jo'ja kökeler. Voy krasavchik. Tomosha qiladilar kökeler üçüncüsü. Hali hamtanasiga urishgan aka-ucha kökeler. Buni hamtanasini 700 dollarga Toshkent sherakaga berdik-ku. Ana joni var. Bizga urishgan hamtanasi. Bular aka-ukalar xudo xolasa ko'rkyor. Hali bola cho'chalar. Tomosha qilib maza qiladilar jo'jani. Kökelar. Mana jo'ja. Kökelar hozirgi holati. Voy cho'chalar. Kökelar bu hali 2 yonda o'rab yuradigan aka-uchilarim. Kökelar tomosha qiladi. Bu 5 kiloda bo'ladi. Mana xo'roz kökelar. Voy joning. Mana jo'ja. Kökelar haqiqiy garantiyali jo'ja so'raganlar. Voy jonim. O'ta yomon. Kökelar o'ta qattiq jo'ja. Voy joning. Böyle gerdan çocuğa, badanchi. Mana bola çocuğa, xudo xolasa 4 kilo 8, 4 kilo 9 bo'lib o'ynaydi, krasavchik. Tomosha qilib maza qiladi. Voy joningdan, krasavchik. Mana jo'ja, kökelar. Kökelar. Haqiqiy badanchi çocuğa. Assalomu alaykum aka-ukalar, parvozlar. Aka-ukalar aka-uchini hozirgi holati aka-ukalar. Tomosha qilib maza qilinglar shu toychoqda. Mana krasavchik. Aka-ukalar. Mana aka-ukalar tomosha qilib maza qilinglar. Haqiqiy chempionda xudo xolasa aka-ukalar. Voy jonim. Kökeler hozirgina hamtanasi tomosha qilib maza qiladilar jo'jani. Kökeler bir yo 5 kunlik kichkina yo bir haftalik kichkinada kökeler. Mana jo'ja. 4 kilo 500 yo 4 kilo 600 mikinda olgan. Mana jo'ja. Bizdan tomosha qilib kökeler. Voy joning sog' bo'lsin. Mana jo'ja. Voy joning. Mana jo'ja. Kökeler. Tomosha qilinglar, kökelar san'atasi. Kökelar hozirgina hamtanasi. Mana u ikkinchisi. Tomosha qilib maza qiladilar jo'jani. Kökelar. Voy joning sog' bo'lsin, krasavchik. Mana jo'ja. Kökelar yerga tashlab qo'yaman. Mana kökelar tomosha qilib maza qiladilar. Voy joning sog' bo'lsin. Kökelar qolabaydi. Kökeler tomosha qilib maza qilinglar jo'jani. Kökelar xudo xolasa 3 kilo 800 da. Jo'ja zoti borki o'yin baravariga. Kökelar mana jo'ja xudo xolasa. O'ziga o'xshagan aka-ukalar aprelda bola jo'jasi bo'lsa, bo'y baravariga o'yini. Kökelar mana jo'ja. Kökelar haqiqiy o'ta yomon. O'zdan ochakadan kelgan zo'r. Tomosha qilib bitta maza qilib qo'yinglar. Mana jo'jani formasi. Xudo xolasa bir bekor chiqib beradi, tomosha qilasizlar jo'jani. Xudo xolasa endi mana itlar olib kataga kirdi, krasavchik. Mana jo'ja. Jo'ja deyishadi. Mana jo'ja. Kökelar. Haqiqiy san'at asari. Mana jo'ja. Voy joning sog' bo'lsin, krasavchik.
Voy una brava carena bir ko'zi ko'r o'sha tanachi shunchalar qizlarga qo'shib qo'yganman. Voy joni bo'lsin. Mana makonlar rasa qovun makonlar, gazli makonlar. Aka-ukalar bu sarkardani ham berdi jonivorni. Sotmaymiz dedik. Hozir yaqin qadrdonga berdi. Mana bu chempionist formasi Do'xola qilib chiqarib sog'lom. Cho'chagimizdan krasavchik. Aka-ukalar bu polvonimizni ham berdik. Toshkent shahriga o'zimizni qadrdon. Mana krasavchik, Do'xolasi chiqarib sog'lom. Aka-ukalar aksiyadagi cho'chak. Mana och chiqarib olyapman to'g'ri. Do'xolasi sog'lom ishlayapti. Maza qildi mana shu odam. Aka-ukalar bu polvonni ham berdi mana. Aksiyadagi cho'chak ikkitasini bitta qilib olib qo'ydi. Voy joningdan, voy krasavchigiz. Sog'lomimizni ham chiqarib olyapman. Aka-ukalar Toshkent Nazarbekga sotilgan cho'chamiz. Aka-ukalar jicha shunaqa achchig'i tezroq cho'chani chiqarib olyapman, sog'lom. Ukalar Fotima Zuhralar nima deyapti? Juda ko'pchilik so'rayapti. Qoralarda, nakautchilarda ham tana makonlarida mana. Bu makonlar 4 kilo 705 kilo bo'ladi. Jo'ja makonlar tuxumi kelib qoldi. Aka-ukalar martda chiqqan. Qo'llarini ham ko'rib tomosha qilinglar. Aka-ukalar o'sha xudo xolasa bir haftada tuxum kiradi. Joy oqtarib qolishdi. Mana makonlar. Jo'ja makonlar tomosha qilinglar. Aka-ukalar. Mana tozaligini ham ko'ringlar, aka-ukalar. Yerga ham bir qo'yib olib video qilib qo'yamiz, aka-ukalar. Mana tomosha qilinglar, cho'ja makonlar. Qo'llarini ham tomosha qilinglar, aka-ukalar. Haqiqiy toza bedana qarshi bo'ladi. Mana makonlar. Mana zilonga tegizib qo'ydik. O'rni beligi. Cho'chalar. Uch iqtibollari Qirg'iziston Respublikasiga xudo xolasa chiqib ketyapti.